Bugungi darsimizda GI trakti, ya'ni hazm traktini ko'rib o'tamiz. Hazm trakti og'iz bo'shlig'idan boshlanib to anusgacha davom etadi va bu yo'l davomida uning vazifasi organizmga kirgan barcha oziq-ovqatlarni parchalab, uni organizmga o'zlashtirishdan iborat bo'ladi. Hazm traktining asosiy eriyalari, ya'ni hududlari 4 ta qismga bo'linadi. Bular ezofagus, ingichka ichak, yo'g'on ichak va oshqozonga bo'linadi. Xo'p, butun boshli hazm tizimi asosan 4 ta qavatdan iborat bo'ladi. Bu boshidan boshlab oxirigacha hammasiga amal qiladi, faqat ba'zi bir qismlari birozgina farq qiladi. Masalan, uning birinchi qismi mukoza qavati va mukozadan keyingi keluvchi qavat bu submukoza qavati va muskulyar qavati va seroza qavatlariga bo'linadi. Masalan, ushbu suratda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda oshqozonni qavatlari ko'rsatilgan. Bu yerda mana birinchisi mukoza, ya'ni shilliq qavati, submukoza, shilliq osti qavati, muskul qavati ko'rsatilgan. Undan keyingi 4-qavat esa seroza qavati ko'rsatilgan. Va bu yerda esa endi buni ko'ndalang kesmasi hisoblanadi. Bu lumen, ya'ni bu yerdagi bo'shliq hisoblanadi. Bundan keyingi keluvchi qavat esa mana mukoza, muscularis mukoza, mukoza qavatlarini keyingi bo'lingan qavatlar hisoblanadi. Hozir bundan keyingi slaydda bu haqida ko'rib o'tamiz. Undan tashqari bu yerda nervlar joylashgan. Bularni ham hozir keyingi slaydlarimizda ko'rib chiqamiz. Xo'p, mukoza qavat haqida chuqurroq gaplashadigan bo'lsak, 3 ta qavatdan iborat bo'ladi. Epitelium va lamina propria, muscularis mukoza qavatlaridan iborat bo'ladi. Bularda har birining o'ziga yarasha vazifalari bor. Birinchisi epiteliy qavatining asosiy vazifasi oziq moddalarning so'rilishi va oziq moddalarni organizmga o'zlashtirishiga yordam beradi. Undan keyingi mukozaning o'rta qavati esa lamina propria hisoblanadi. Buning asosiy vazifasi epiteliy va boshqa mukozani qo'llab-quvvatlash, ya'ni oziq moddalar bilan qo'llab-quvvatlash, shu kabi vazifalarni bajaradi va ushbu qavatda gastric glands, ya'ni oshqozon bezlari joylashgan. Bularning asosiy vazifasi oshqozon uchun kerakli bo'lgan fermentlar va sekretlarni ajratib chiqarish hisoblanadi. Masalan, chef hujayralari yoki G hujayralari, parietal hujayralar, bularning barchasi ushbu qavatda joylashgan bo'ladi. Undan keyingisi muscularis mukoza hisoblanadi. Buning asosiy vazifasi harakatchanlik beradi ichaklarga. Lekin bitta narsani unutib qo'ymaslik kerak, adashtirib qo'ymaslik kerak. Muskulyar qavat bilan muscularis mukoza farq qiladi. Bu mukozani muskulyar qavati. Bu esa o'sha hazm traktini 4 tadan bitta bo'lgan qavat hisoblanadi. Ya'ni bu muskulyar qavat hisoblanadi. Buni vazifasi bu o'sha epiteliyga birmuncha kichik harakatchanlik berish va bu natijasida sekret ajralib chiqishiga yordam berish hisoblanadi. Va shu orqali o'sha yerdagi sekret ajralib chiqishini ham kontrol qiladi. Mana ushbu suratda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda birinchisi mukoza qavatimiz. Mukoza qavat ko'rsatilgan. Mana bu yerda epiteliy, lamina propria, muskulyar mukoza, shu uchala qavat ko'rsatilgan. Undan keyingisi esa mana submukoza qavati ko'rsatilyapti mana. Mana submukoza qavati. Bundan keyingisi esa mana muscularis. Keyingi qavatimiz submukoza qavati hisoblanadi. Asosan biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan va bu yerda Meissner plexusni ham o'z ichiga oladi. Meissner plexus haqida bundan oldingi slaydda aytib o'tdim. Buni klinik ahamiyati shuki, agar bu plexus yetishmaydigan bo'lsa, Hirschsprung kasalligi kelib chiqadi. Bu kasallik asosan tug'ma hisoblanadi. Bemorda rektum va kolon qismida harakat yetishmovchiligi, ya'ni peristaltika ishlamasligi yuzaga keladi va natijada o'sha yerda megakolon va u yerda o'sha joyda axlat massasining to'planib qolishiga olib keladi bemorga. Bu haqida keyingi videolarimizda albatta batafsilroq gaplashib o'tamiz. Xo'p, keyingi qavatimiz muskulyar qavat hisoblanadi. Asosan silliq qavat mushaklardan tashkil topgan. Bu ham ikkita qavatga bo'linadi. Xo'p, birinchisi ichki sirkulyar qavat, ya'ni bu aylanma mushak hisoblanadi va tashqi longitudinal qavat bu shunaqasiga davom etgan, uzunlashgan qavat hisoblanadi. Endi bularning vazifasi, aylana qavatining vazifasi aylanma harakat qilish, ya'ni kengayib torayish va uzunlashgan qavatining esa vazifasi to'lqinsimon harakatlanadi va natijada ovqatni harakatlanishiga yordam beradi va bu orqali qavatlar orqali ovqat massasini o'tishiga yordam beradi, ya'ni peristaltikani ta'minlaydi va shuningdek bu yerda Auerbach plexuslar joylashgan va bular o'sha ikkita qavatlar orasida joylashgan bo'ladi. Agar
hozir yuqorida aytib o'tgan vazifani Auerbach plexus bajaradi. Shu orqali kelgan nerv impulslari natijasida peristaltika boshqariladi. Agar Auerbach plexusda muammo yuzaga keladigan bo'lsa, bemorda axlaziyalar yuzaga keladi. Axlaziyada asosan qizil o'ngachni pastki sfinkterida muammo yuzaga keladi va natijada o'sha yerda ovqatni o'tmasligi va bir qancha muammolar yuzaga keladi, regurgitatsiya yuzaga keladi. Natijada bemorni ozib ketishiga ham olib keladi. Keyingi slaydimiz seroz qavat. Seroz qavat barcha o'sha hazm traktini o'rab turadi va bu yuzaki epitelial hujayralar qavati mezotelium bilan qoplangan bo'ladi. Mezoteliumning asosiy vazifasi yog'lovchi suyuqlikni ajratadi va shuning uchun ham lekin buni bitta tarafi bor. Bu peritoneal organlarda ichida shu vazifani bajaradi. Ya'ni peritoneal organlar shu mezotelium bilan ta'minlangan bo'ladi. Natijada shu yog'lovchi modda ajralib chiqadi va natijada ular bir-biriga osonlik bilan ishqalanishi mumkin va o'sha ishqalanganda bir-biriga zarar yetkazish keltirib chiqarmaydi. Aksincha endi retroperitoneal strukturalarda esa adventitsiya qavati deb nomlanadi bu seroz qavati. Ya'ni lekin bunda biriktiruvchi to'qima bo'lgan bilan bunda yog'lovchi modda ishlab chiqarilmaydi. Natijada bularning asosiy vazifasi o'sha joyda mahkam o'rnatilishi. Masalan, qizil o'ngachda adventitsiya qavati bo'ladi va natijada bu atrofdagi to'qimalarga ishqalanmaydida mahkamligicha bog'lanib turadi. Keyingi slaydimizda ezofagusni ko'rib o'tamiz. Ezofagus ko'p qavatli yassi epiteliy bilan qoplangan va keratinlanmagan hisoblanadi. Endi ushbu slaydda kompyuter tomografiyasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ko'tariluvchi aorta, bu yerda pastga tushuvchi aorta ko'rsatilgan. Bu yerda pulmonar arteriya hisoblanadi. Bu yerda oq bo'lib ko'rinib turishining sababi bemorga qon tomiri orqali kontrast modda yuborilgan va shu kontrast modda kompyuter skanda, kompyuter tomografiyasida oq bo'lib ko'ringan. Endi yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan qismi bu yerda ikkita yumaloq joy turibdi. Ushbu joyda ko'rishimiz mumkin. Bu yer qora rangda turibdimi? Demak, bu yerda havo bilan qoplangan bo'ladi. Demak, birinchisi yumaloqroq shaklga ega bo'lgani bu traxeya hisoblanadi, chunki bu to'g'aydan tashkil topgani uchun bu birmuncha bukilmagan. Ikkinchisi esa birmuncha yopilibroq turibdi. Bu esa qizil o'ngach hisoblanadi, chunki qizil o'ngach muskullardan tashkil topgani uchun va ovqat yeyilmayotgan paytda shunaqa yopiq holatda turadi. Qolgan joylar esa o'pkalar joylashganini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'p qavatli yassi epiteliydan tashkil topganini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyingi slaydimizda oshqozonni qismlari haqida gaplashib o'tamiz. Oshqozonni asosiy qismlari fundus, ya'ni oshqozonni tubi, body, ya'ni oshqozonni tanasi va pilorik qismga bo'linadi. Pilorik ham ikkita qismga bo'linadi. Pilorik antrum, pilorik kanal qismlariga bo'linadi. Yana bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan qismi, hozir kardial qismini aytib o'tmabman. Va bu yerda sfinkter joylashgan, kardial sfinkter deb nomlanadi yoki qizil o'ngachni pastki sfinkteri deb ham nomlanadi. Shu orqali ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda pilorik sfinkter joylashgan. Pilorik sfinkterda vazifasi oshqozondan chiqqan mahsulotni ingichka ichakka o'tkazib berish vazifasi hisoblanadi. Bu yerdagi kardial sfinkterda asosiy vazifasi oshqozondagi xlorid kislotani qizil o'ngachga o'tib ketmasligi va shu kabi vazifalarni bajaradi. Keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda oshqozon histologiyasi ko'rsatilgan. Oshqozonni hujayralari oddiy kolumnar epiteliydan, ya'ni ustunsimon epiteliydan tashkil topgan. Bu yerda gastrik chuqurchalar mavjud. Gastrik chuqurchalarning ahamiyati bu yerda gastrik bezlardan hosil bo'lgan fermentlar yoki boshqa bir moddalarni oshqozonga ajralib chiqish vazifasini bajaradi. Undan tashqari bu yerda lamina propria qavatida gastrik bezlar joylashgan. Bularning vazifasi har birining o'ziga yarasha vazifalari bor. Misol uchun parietal hujayralarda asosiy vazifasi vodorod xlorid moddasini, ya'ni kislotasini ajralib chiqarish va bu orqali antibakterial ta'sir ko'rsatish va shu kabi vazifalarni bajaradi. Undan tashqari intrinsik faktorda ham ishlab chiqaradi. Bu B12 ni so'rilishda juda ham ahamiyatli hisoblanadi.
Agar bu yerdagi hujayralarda faoliyati buziladigan bo'lsa, intrinsik faktor ishlab chiqarilmaydi, natijada B12 qonga so'rilmaydi va natijada B12 ga bog'liq bo'lgan kamqonlik, anemiya yuzaga keladi. Undan keyingisi chef hujayralari ko'rishingiz mumkin. Bularda asosiy vazifasi pepsinogen ishlab chiqaradi va pepsinogen xlorid kislota ta'sirida pepsinga aylanadi va pepsin esa oqsillarni parchalanish vazifasini bajaradi. Undan keyingisi G hujayralari hisoblanadi. G hujayralar asosan gastrin ishlab chiqaradi. Gastrin esa vodorod xlorid kislota ishlab chiqarilishini tezlashtiradi, stimullaydi. Xo'p, mana bu yerda yana ham yaqinroq holatda ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda qavati, lamina propria. Bu yerda mana bu ko'rib turganinglar parietal hujayralar, bu yerda chif hujayralari. Shularni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi ingichka ichakda ham tuzilish xuddi shunaqa, qavatlari xuddi shunaqa, lekin buni bir ikkita farqli joylari bor. Bular villi yoki o'zbekcha yoki ruscha adabiyotlarida varsinkalar deb ataladi. Shularning borligi bilan farq qiladi. Undan tashqari bu yerda kriptlar bor. Mana bu ichakni bo'shlig'i tomonga ajralib chiqqan qismi bu villi yoki varsinkalar deb ataladi va ichkariga kirgan qismi esa kriptlar deb ataladi. Bularning asosiy vazifasi hazm qilish ko'lamini kengaytirish, ya'ni bu yerda yuza yanada kengayadi va qisqacha yuzadan ham ko'proq moddalarni so'rib olish imkoniyati hosil bo'ladi. Qolganlari xuddi shu bundan oldingi ko'rib o'tganlarimiz bilan bir xil. Submucosal plexus aytib o'tdik bu haqida, submukoza qavati, mesenteric plexus va muscular layer va seroza qavatlari haqida ko'rsatilgan. Bu yerda o'sha longitudinal muscle va circular muscle, bularning asosiy vazifasi shu peristaltikani yaxshilash, peristaltikani amalga oshirish. Bu yerda ingichka ichakni histologik tasvirini ko'rishingiz mumkin. Mana bu biz ko'rib turgan qismlar esa o'sha villi yoki vorsinkalar deb ataladi. Mana bu ichkariga kirgan qismi esa kriptalar deb nomlanadi. Bularning hammasini vazifalari shu, ya'ni hazm qilish, yuzasini kengaytirish hisoblanadi. Xo'p, mana endi kripta, villi va mikrovillilar haqida gaplashib o'tamiz. Bu varsinkalar ichakka qarab bo'rtib chiqib turadi. Buni ko'rdik. So'rilish yuzasini kengaytiradi va bu yerda goblet cells, ya'ni goblet hujayralari ham o'z ichiga oladi. Mikrovillilar ham bor. Endi bu villini ustida joylashgan yana ham kichkina vorsinkalar hisoblanadi. Bular esa o'sha yerdagi so'rilish yuzasini juda ham yuqori darajada oshirib beradi. Endi buni ko'z bilan ko'rish mumkin emas, faqatgina mikroskopik holatda ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Bu yerda epiteliy sel membranasi ustida joylashgan hisoblanadi. Mana bu taxminan shu yerlarda joylashgan bo'ladi mikrovorsinkalar, mikrovillilar. Mana shu holatda joylashgan bo'ladi. Kriptalarni ko'rib o'tdik. Goblet hujayralari, hozir goblet hujayralarini ham ko'rsataman. Bundan keyingi slaydlarda mana bu yerda o'sha mikrovillilar ko'rishimiz mumkin. Elektron mikroskopiya orqali ko'rsatilgan bu yerda mana. Shularning hammasi mikrovillilar hisoblanadi. Bundan keyingi tuzilmamiz plica circularis. Buni keyingi nomlari ham bor. Kerking Falls yoki valvulae conniventis deb ham nomlanadi. Bular hammasi shu yerdagi mana spiralsimon burmalar hisoblanadi. Bu asosan 12 barmoqli ichakda boshlanadi. Eng ko'pi jejunumda uchraydi. Bu o'sha ingichka ichakni tuzilmasi hisoblanadi. Mukoza va submukoza qavatlaridan hosil bo'lgan burmalar bo'ladi. Bularning asosiy vazifasi ovqat passajini sekinlashtirish va natijada ko'proq so'rishga yordam beradi. Xo'p, yana vazifalari shu ovqatni so'rilishida ishtirok etadi va bu ham shu so'rilish yuzasini oshirish vazifasini bajaradi. Va yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha ovqat passajini sekinroq harakatlanishi va natijada yaxshiroq so'rilishiga yordam beradi. Yo'g'on ichak va ingichka ichakda uchraydi. Endi goblet hujayralari haqida gaplashadigan bo'lsak, mutsinogen ishlab chiqaradi va natijada shu orqali mukoz hosil bo'ladi, ya'ni shilliq modda hosil bo'ladi. Bu o'sha ovqat passajini biror joyga tiqilib qolmasdan bir xilda silliq harakatlanishiga yordam beradi. Ularning soni duodenumdan ileumgacha ko'payib boradi. Ya'ni bu 12 barmoqli ichakdan ileumgacha qarab borgan sari oshib boradi. Eng ko'pi
ileumda joylashgan bo'ladi goblet hujayralarini. Oshqozonda odatda uchramaydi, lekin agar oshqozonda ham uchraydigan bo'lsa, bu ko'pincha surunkali yallig'lanishlar natijasida surunkali gastritlar ta'sirida kelib chiqishi mumkin va bu yomon sifatli o'sma hisoblanadi. O'sha intestinal metaplaziyaga o'tganligini bildiradi. Xo'p, mana goblet hujayralari bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana shularning hammasi goblet hujayralari. Asosiy vazifasini aytib o'tdim, shilliq modda ishlab chiqarish. Bundan keyingi tuzilmamiz Brunner bezlari. Bular faqat duodenumda joylashadi, submukoza joylashadi. Bularning asosiy vazifasi ishqoriy suyuqlik ajrab chiqaradi. Nimaga ishlab chiqaradi? Chunki oshqozonda hosil bo'lgan kislotalilik muhitni endi ichakka o'tganda ichaklarga shikast yetkazmaslik uchun ularda neytrallash kerak. Ya'ni bikarbonatlar orqali yoki ishqoriy alkalaynlar orqali kislotali muhitni ishqoriy muhit bilan qo'shish orqali neytrallab ichak uchun zararsiz holatga keltiradi. Mana vazifasi oshqozon kislotasidan himoya qiladi. Xo'p, peptik yara kasalligida qalinligi ortadi. Ya'ni o'sha ulcer, ya'ni yara kasalliklarida qalinligi ortishi yozilgan. Xo'p, Peyer's patches bular asosan himoyaviy funksiyani bajarishadi. Bular duodenumda limfa hujayralarida joylashgan bo'ladi. Ya'ni limfa hujayralari agregatlar hosil qilib, o'sha Peyer's patches degan hujayralarni hosil qilishadi. Bular muscularis mukoza va submukozada joylashgan bo'ladi. Endi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Duodenumda bundan oldin ko'rib o'tgan Brunner's bezlari joylashgan bo'ladi. Ileumda esa Peyer's patches joylashgan bo'ladi. Jejunumda bo'lsa ikkovi ham yo'q bo'ladi. Agar masalan sizga klinik keyslarda tushib qoladigan bo'lsa, shu hujayralarni ko'rish orqali ham qayerligini ajratib olishingiz mumkin. Masalan, agar suratda Brunner's bezlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bu duodenum tasvirlangan bo'ladi. Agar Peyer's patchesni ko'rgan bo'lsangiz, bu ileum. Agar ikkisi ham yo'q bo'lsa, jejunumda suratini ko'rayotgan bo'lasiz. Xo'p, keyingisi laktil. Laktillar villilar ichida joylashgan limfatik kanallar hisoblanadi va bular yog'larni so'rishda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Yog'lar bilamizki, qon sistemasi orqali so'rilmaydi, bular limfa sistemasi orqali so'riladi. Mana bu yerda lymphatic vessels, limfatik kanallar mana shular orqali yog'lar so'riladi. Shunda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Xo'p, keyingisi kolon, ya'ni yo'g'on ichak. Ko'p miqdorda shilliq ishlab chiqaradi, suyuqlik va elektrolitlarni so'radi, kriptlar bor, lekin villilar yo'q mana. Bu yerda kriptlarni ko'rishimiz mumkin, lekin villilar joylashmagan va juda ham ko'p goblet hujayralar mavjud. Goblet hujayralari mavjudligi uchun bu yerda shilliq modda juda ham ko'p bo'ladi. Undan keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan tuzilma bu hausuralar, ya'ni kolonni bo'rtmalari. Buni o'sha pouches of colon ham deb ataladi. Mana biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan shu narsalar hausturalar deb ataladi yoki pouches of the colon deb ham nomlanishi mumkin. Xo'p, buni katta yoki MRT orqali bemalol bemorda ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Xo'p, yaralar va eroziyalar haqida gaplashadigan bo'lsak, bular o'sha hazm traktini, shilliq qavatini buzilishi hisoblanadi va klinik ketishi, dispepsiyalar, qon ketishi holatlari bilan yuz beradi. Dispepsiyada asosan epigastral sohada og'riqlar bilan kechadi. Eroziya, bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Eroziya bilan yarani farqlab olishimiz kerak. Agar qavat faqat mukoza qavatini o'zi yemirilgan bo'lsa, o'zi zararlangan bo'lsa, bu eroziya hisoblanadi. Agar undan o'tgan bo'lsa, submukozagacha yoki muscularis mukoza qavatigacha boradigan bo'lsa, bu yara hisoblanadi. Bu joyda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hozir yara ko'rsatilgan. Bu taxminan submukozagacha yoki muscularis mukozagacha borganligini ko'rishimiz mumkin. Endi enteric nervous system haqida gaplashsak, ya'ni bu yerda nerv bilan ta'minlanishi. Bu haqida yuqorida ham aytib o'tdik, lekin yana bir marta aytib o'taman. Asosan ikkita nerv plexuslari joylashgan. Bularda birinchisi Meissner plexus. Meissner plexusda mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Submucosal plexus shu. Buni asosiy vazifasi sekretsiya va qon oqimini boshqaradi. Bu juda ham kichkina qisqarishlarni keltirib chiqarib, shu yerda sekretsiyani yaxshilaydi va sekretsiyani ajralib chiqishiga yordam beradi va qon oqimini yaxshilanishiga yordam beradi. Ikkinchisi esa Auerbach plexus. Auerbach plexus mana bu yerda ko'rishimiz mumkin.
Bu asosiy vazifasi GI motilitni boshqaradi, ya'ni hazm traktini harakatchanligini, ya'ni peristaltikani boshqaradi. Bu yerda mana videoda boshida aytib o'tganimizdek longitudinal muscle va circular muscle, ya'ni aylanasimon va o'sha uzunlashgan muskullar hisoblanadi. Shular orqali hazm tizimi peristaltikasi boshqariladi. Endi yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu yerda hazm traktida silliq mushkullarida harakat potensiali bor. Bular xuddi hujayra ichidagi harakat potensialiga o'xshab harakatlanadi. Xo'p, buni masalan yurakda pacemaker hujayralari ishlab chiqargandek, bularda kajal hujayralaridan boshlanadi. Ya'ni kajal hujayralari shu yerda harakatni hosil bo'lishiga yordam beradi. Mana bu joy threshold hisoblanadi va bu yerda voltage, ya'ni o'sha yerdagi kuchlanish mana bu joyga yetganda bizdagi mana ichak devori ham xuddi shunaqa qisqaradi va xuddi shu to'lqinsimon harakatlanadi. Mana thresholdga yaqinlashganda action potential paydo bo'ladi. Mana bu harakat potensialiga juda ham o'xshab ketadi. Bu nerv to'qimasini harakat potensiali hisoblanadi. Mana -70 da bu hozir tinch holatda turibdi, ya'ni resting state da turibdi. Agar bunga kalsiy yoki plus ionlar hujayra ichiga kiradigan bo'lsa, depolarizatsiya bo'lib hosil bo'ladi va ular chiqib ketish natijasida yana repolarizatsiya bo'lib harakat hosil bo'ladi. Bunga juda ham o'xshash, lekin buni farqi harakat potensialini yuz berish juda ham oson va tez yuz beradi. Slow waves da bo'lsa, bu juda ham sekin hosil bo'ladi. Mana slow waves bir vaqt ichida maksimal qisqarishlar sonini belgilaydi. Har bir GI trakt qismi uchun o'ziga xos. Masalan, oshqozonda minutiga 3 martadan qisqaradi. Duodenum 12 barmoqli ichakda minutiga 12 marta hosil bo'ladi va ileumda esa minutiga 8 marta hosil bo'ladi. Buni juda ham muhim jihati, keyslar ishlayotganingizda necha marta qisqarishi yoki shu narsaga ahamiyat berishingiz kerak hisoblanadi. Chunki bu ba'zi dorilar ta'sirida yoki tanani patologik holatiga qarab bu raqamlar o'zgarishi mumkin. Bugungi ko'rishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.